Eng xavfli dorilar kombinatsiyalari. Bu dorilar birga qo'shilsa qon ketishi, jigar va buyrak ishdan chiqishi, hatto quloq garang bo'lib qolishi mumkin. Birinchisi o'sha hamma bilgan Nemesil parashokiga Teraflu, Tylalhot, Coldrex, Ferrix va boshqalarni qo'shish. Bu kombinatsiya sog'lom jigar va buyraklarni shikastlaydi va jigar va buyrak yetishmovchiligiga olib keladi. Nemesil o'zi gripp va isitmada umuman noto'g'ri tanlov deb o'ylayman. Ikkinchi kombinatsiya bu nitroglitsin bilan erkaklar uchun sildenafil qon bosimini keskin tushirib, hushdan ketish va kollaps holatiga olib keladi. Bu kombinatsiya qat'iyan mumkin emas. Uchinchi kombinatsiyada 3 ta preparat enalapril, furosemid, ibuprofen. Bu 3 ta preparat birga qo'llansa, buyraklarda o'tkir shikastlaydi va ishdan chiqaradi. To'rtinchi kombinatsiya eng xavfli gentamidsin, amikatsin, streptomidsin antibiotiklariga furosemid diuretika birga qo'llansa, ichki quloq shikastlanishi, eshitish qobiliyati qaytmas darajada pasayib ketishi mumkin. Agar bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Bu ma'lumotlar kimnidir sog'ligini saqlab qolishi mumkin. Qabul qilayotgan dorilaringizni izohda yozib qoldiring. Men nimalar bilan qo'shib bo'lmasligini aytaman va keyingi videoga olib chiqaman.